Kunlarimizda munda bir hamjinslik to'g'risida gap so'zlar tarqalyotdi. Qarindoshlar, ba'zi qarindoshlar bular bizga hesablik qilyotdi. Bularni yomon ko'rmaslik kerak. Bular ilgaridan tortib kelgan Alloh taolo buni yaratgan, shunga bularni yomon ko'rishga bo'lmaydi degandek bir xil gap so'zlar. Bular bilan endi yashashningki, muomala qilishningki hukmi nima degan savollar qilindi. Bular tamam, zaten haqiqatan bularni shu ba'zini Alloh yaratgan, ba'zilari o'zini o'zgartib bo'lib qoladi. Masalan, xunsa bu nimamizda bor. Bu bir bala, boshqalarga bir silaq qilgan imtihon bu. Buning shariatimizda, bizningki muhitimizda buning hech qanday o'rin yo'q. Hech narsaga yaramaydi bu xunsa deb qo'yamiz buni. Bunda odamninki hech qanday bir ne ayollik mijozi bo'lsin, ne erlik bo'lsin, zaten bu insoniy mijozdan chiqib ketgan bir odam bu. Endi buningdan ziyoda eshib ketib, hozir o'zini o'zi xunsa qilayotganlar, bunda bir hamjins qilib, turib ayolga, ayol turib erga o'zgarayotganlar. Bular balhum adall, ulayka kal an'am balhum adall. Ular bo'lsa hayvonga o'xshash, balki hayvondan betar degilik. Hayvonning fitratidimi onda bir qayliqqa pishtirib etgan hayvonmi, yana bir bunda bir tishidek bunda bir mijozga hargiz kirmaydi bu. Hayvonning erkaki hayotida erkakning ustiga chiqmaydi, tishdama chiqmaydi. İnson endi dinni tashlasa, bo'shundaq betar bo'lib ketadi nimadan? Hayvondan betar bo'lib ketadi. Bunda insonlar bilan o'tirib qopashningki nimasi, insonlik muomalasi bilan bir hayvonga endi hayvon bo'lib qolsa, bir ishtiqima mushkima suv berib qutuldirib qo'ydi. Shuningdek bir insoniylik nimasidan bir narsa berib qo'yib qilishga bo'ladi. Ammo muomala qilib bir so'rinda ixtiyoriy o'tirib choy ichib, endi buningdan bir nimaning kutishning o'zi, yordam kutishning o'zi, hissashlik kutishning o'zi ajoyib, subhanalloh. O'tning ichidan suv olama, dengizdan cho'g' olama degan deklam bu qadar aqlsizlik, bu qadar bunda bir sustlik, iymonsizlik bizning ishimizda ko'rmaslik lozim ya. Biz bu alayda xeli bir mujohidlarning avlodi, bizningki bularimiz, yurtlarimizni o'zi jihad qilib nima qilgan. Arablarni mashg'ul qilmasdan balki bu sharafga o'zi erishgan yurtimizga Qutaybatul Muslim al-Bahili kelib bir oz nima qilib yoshlar umriga Suhbaqraxonning avlodlari jihad qilib, zaten bizning ota-bobolarimiz o'zimiz dinimizni o'zimiz nima qilganlar, nashr qilganlar Allohning izni bilan. Endi shu qatoliq mujohidning avlodlari bugun kunda qopab bu xanakildan yordam so'rashningki o'zi bu faqatli bo'lmagan bir narsa. Bo'ladi ya ayol mijozi yo'q. Insonda erlik nima bilan, qiyofat bilan, mijozdan faxrlandi. Ayolningmi, ayollik nimasi bilan o'ziga sharaf. Qachon bo'limida bir o'zgarib olsa, shariatimiz la'nat qilgan. La'anallohul muhannisina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nimadan erildan xanik bo'lganligi la'nat, ayollardan o'g'lik bo'lganligi la'nat degilik. Buni zaten bizningki muhitimizdami ayollarni yaxshi ko'rmaydi. Bundaq bir erkakzadek o'g'lik ayol deb qo'ydi. Erilning ichida zaten endi bir xil gap so'zlarni bir qanday qildigan, bir qanday odamlarni xanik deb qo'yib, hech kim yaqin keltirmaydi buni. Eng zaten pastkash bir tuven bir tabaqadagi bir insonlar bu. Endi qo'pab bugungi kunda buni yomon ko'rmas kerak. İnsanlık nimasidan zaten biz to'ngizdan yomon ko'rish haqqimiz yo'q. Ishtinama bakmaymiz, yomon ko'rib Allah yaratgan buni. Ama imtihon qilib yaratdi. Bunun bilan o'tirib yardım so'rashning o'zi hozir zaten g'arbninki, Yevropaning maqsadi insonni insoniyatdan chiqarib, zaten men faqat inson deyman, ayol degan gapni demaysan, musulmon kafir degan gapni demaysan, mening yurtim degan gapim yo'q, zaten nada bo'lsang yashaysiz yo'q menda, boshqa uyga chaqirmoqchi bunda qilib. Butun kafir bo'lsa deb nim qiladi. Bundan zaten kim ashuliga tayansa, shunda odamni yetishtirib chiqarib ashadan, munda hamjinsni yetishtirib, shuni o'qitib, shuni boshliq qilish deganmaydi. Biz ko'raglik Yevropada nurg'un hamjins bo'lgan odamlar bir chaqda birisi Misrga kelib, men bir kishi bilan to'y qildim, sizda bunda ish yo'q deb ketaglik. Afsus, bunda odamlar bilan o'zi nima ish cheklaydi shariatimiz deganda, haqiqatan bu insonni tarixida zaten insonningki fitratiga faqatli buni qilmaydigan, tarix ko'rilib boqmagan bir ishni qilganlikdan bu qavm halok bo'lganlik yani. Lut alayhisalomning qavmi mushi xislatidan halok bo'lganlik. Şu أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون دقيق. وتأتون في ناديكم المنكر بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم تجهلون دقيق.
sizlar haddidan oshib ketishlar, sizlar jahil, sizlar zaten o'zinglarning so'rovlarda eng bunda bir misli ko'rilib boqmagan ishni qiladiganlar deganlik, mana mush haqlidan o'tirishning o'zi insonga dog' tushadi. Adnas ulamolar deydi, haroq kechga salom qilma deydi. Mana bu yerda la tashhab illa taqiyan va la ya'kul ta'amaka illa taqi. İnsonningki o'ziningki nimasigami, guvohchilik berishigami, insonningki o'zining izzat obro'yi xalal yetadigan holatda turgan insonni qo'pab, ya mumkin emas yordam qilishi. Jihad deganni haqiqiy bunda turadigan Allohlar rijal biz er deymiz buni. Rijalul la tulhihim tijara va la bay'un an zikrillah va iqamis salah va ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Bunda manda turganlar mana bu rijal. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Erkeklik qilgan narsa. Ayollarni qilolmaydi. Qilgan ammo bu beter zaten bu insonlar mumkin emas bizga nima qilishi, yordam berishi. Bularni shu idora qilayotganlar, o'yinlayotganlar Alloh panoh bersin. Biz hushimizni yig'ib, xalqimizni zaqdan da'vat qilib, dinga xizmat qilib ketmasak, Alloh panoh bersin. Atyogan muhunda odamlar chiqib buning ishidan hozir yomon ko'mayli da'vat qilganlar, Alloh saqlasin. Atyogan muhu o'zining jamoatidan bir odamni shunday qilib chiqarib, o'qitib, yo'q emas. Şu kıyamet günü muhunda kıyamet kıyamının alameti izektefer ricalu bir rical ve nisa bin nisa alametul kıyame. Ayallah bilen kifaye kılışıp kesse, erlik kifaye kılışıp kesse kıyamet kıyamının alameti degilik Allah panoh bersin. Şuna muhunda gapni qilayotgan qarindoshimiz bu gapninki ne kadar xatoligini biz tuyish kerak, tavba qilish kerak. Buni bilmagan kishini ko'p biz malomat qilib, buni so'ksak bizni boshqacha so'kadi. Maqsadimiz bir kishini tilib olish emas qatti. Bu qarindishimizningki xatolashayotganligini ko'ksib qo'yish. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haqda mustahkam qilgay, haqni haq ko'rsatkay, botilni botil ko'rsatkay. Va ma alayna illa al balagul mubin.